har bir mo'minning qalbida bir safar bo'ladi. Bu umra safari. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan bugungi videomizda umra safari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va gaplashamiz. Xo'p. Sizlardan bir donagina like bosib, kommentariy yozib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring manfaatli bo'ladi va qarindosh urug' do'stlarga tashlab qo'yinglar. Xo'p, umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makka da bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makka da 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizning o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, gostinitsa oraliq masofalari Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makka da 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Gostinitsalarimiz 4 yulduzli bo'ladi, sharoitlari yaxshi sharoitlar bo'ladi. Xo'p, Makka da doimiy 5 mahal namozga avtobuslarimiz bo'ladi. Qiyinchilik bo'lmadi, bemalol borib kelsalaring bo'ladi. Xo'p. To'lovlarimizga keladigan bo'lsak, to'lovlarimiz bank shot raqam beramiz. Telegramdan aloqaga chiqsalaring, eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Cheki bilan zagran pasport tashlab bersalaring bo'ldi, muammo yo'q. Joylarni band qilib beramiz. Eng yaqin sanaga hozirgi kunda noyabr oyiga, xo'p, 22-dan 30-noyabrgacha kunda-kunora reyslarimiz bor. Farg'onadan 22, 25, 29 noyabr kuni bor. Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar, ekranda raqam yozib qo'yamiz. Xo'p, hozirgi kunda Farg'ona bilan Namangandagi reyslarimizni narxi $1050 qilib belgiladik. Toshkentdagi reyslarimizni $1000 qilib belgiladik. Bizda premium reys bo'ladi, peresadka bo'lmaydi, bittada yetib borasizlar. Farg'onadan Madinaga premium reyslarimiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari firmamiz tomonidan, Centrum Holidays firmamiz tomonidan bepulga beriladigan sovg'alar bor. Bitta to'lov evaziga bular, xo'p, birinchi bo'lib bejik beriladi, har bitta o'sha ziyoratchimizga bejik beriladi. Bunday yostiqcha beriladi. Bu juda ham qulay bo'ladi. Bu agar sizlar o'zlaring olmoqchi bo'lsalaring, aeroportda o'rtacha 150-200 ming so'm atrofida bo'ladi. Bunday kamzilcha beriladi har bitta ziyoratchimizga. Keyin so'mgacha beriladi. Bunga dokumentlar, mayda narsalar, kerakli narsalar solsalaring bo'ladi. Bundan tashqari agar yoshi kattaroq ota-onalarda olib borishadigan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Farg'onadan uchib ketishadigan bo'lsa, aravacha olsa bo'ladi. Aravachaga kiloga pul olinmaydi. Agar atdan olishadigan bo'lsa, atdan ham 14 kunga bepulga aravachalar beriladi. Bemalol ibodatlar, ziyoratlar qilsalaring bo'ladi. Xo'p, endi bundan tashqari Madinada ziyoratlarimiz bor, Makkada ziyoratlarimiz bor. Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari mutaxassis 50 boshlarimiz ziyorat, ibodat, sayohatlar qildirishadi hammasini. Yana bitta qulayligi, Makkada Toyif shahriga chiqib kelingandan keyin ikkinchi marta umra amallarini bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Bitta to'lov evaziga 2 marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Xo'p, menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Agar yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Kamchi o'z bo'lsa uzr so'raymiz oldindan. Yana shunaqa videolar ko'rishguncha doimo sog' bo'linglar.